Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunqi zamonda bir kishining nihoyatda qimmatlik bir chaynagi bor bo'lib, har kuni uxlaganda u chaynakni beshida qo'yib yotadi ekan. Bir kuni kechda u chaynakning eg'izi yerga tushib ketib, u kishi uyg'onib ketibdi ham nihoyatda azoblanibdi. Eg'izi bo'lmasa chaynakni nima qilg'uliq? Shuning bilan u kishi chaynakni derazadan sirtqa qaratib etib etibdi. Tong atqanda bo'lsa, chaynak eg'izining oyoqning ustiga tushib, chiqilmaganligini ko'rib, texmo achchiqi kelibdi va chaynakning eg'izini dastlab pora-pora qilib etibdi. Sirtqa chiqib, oqshom kechada tashlab etgan chaynakning daraxtga ilinib qilib, chiqilmay sap-saq turganini ko'ribdi va chaynakning eg'izini dastlab buzib etganiga qattiq pushaymon qilibdi. Achchiqingiz kelganda o'zingizni besib olishni biling. Ta'xir qiling, bir oz ta'xir qiling. Balkim ishlar siz o'ylagandek emasdir. Balkim siz xato tushunib qolgansiz. Achchiqini besib olish donolikdandir. Konularda yo'lbosni yengan botir emas, achchiqni yengan botir degan gap bor.